Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi ko'chmas mulkimiz Urdu Dar Italiyanda 2 etajli 100% pishgan karushdan solingan, lestnitsalari quyma shaklda ishlangan 2 etajli hovli joyimiz sotuvga chiqdi. Mestasına umuman gap yo'q, zo'r mestada. Yerimiz zal bo'ladi. Zalimiz ham ulug' tushgan. Oyoq telamiz 100% to'pli pol. Televizor kattaligini ko'ring, 85lik. Ajoyib televizorlardan qo'yilgan. Bu yon tarafimiz kuxni bo'ladi. Bog' tarafına chiqish qotimiz, bu yon tarafimiz sanuzel. Raqamlari bor, ajoyib. Oyoq televiz foiz hamma joyimiz to'pli pol. Joyimizning mestasına umuman gap yo'q. Kim ham joyimiz moqligi bo'lsa, pastdagi telefonlara telefon urib bog'lanishingiz mumkin. Sog' olun, salomat olun. Kanalga obuna bo'lish yoddan chiqmasin.